Assalomu alaykum hurmatli doktorlar. Endomotor Apex locator 3 v nom bo'lgan Dextery brendiga oid bo'lgan endomotor va Apex locatorlar. Xo'p, buni ishlatilishi, nakonechnik qo'yilishi oddiy. Oddiy nakonechnik qo'yilganda qo'yiladi va bu yoqda programmalari, birinchi programma mana bu RPM bu uni oboroti, ikkinchisi Newtoni. Bu yoqda F va A har xil rejimlari bo'ladi. Orqa oldin aylanishi, Apexga borganda aylanishi bu rejimlari bo'ladi. Mana bu yoqda Apexga borganda to'xtatish yoki to'xtamasligini mana bu yoqda o'zlaringiz qo'yishlaringiz mumkin. Bu endomotorni chista Apex locator qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, endomotor qilib ishlatsangiz ham bo'ladi va dva в одном qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Endi оборотini o'zgartirish uchun prosta S harfi bosiladi. Bosganingizdan keyin birinchi o'sha rejimlari, keyin oboroti xohlasangiz pasaytirasiz, xohlasangiz baland qilishingiz mumkin. Plus minusni yana bitta bosganingizda Newtonga o'tadi. Newtonni ham masalan o'zgartirishlaringiz mumkin. Yana oxirgisi Apex ishlasin yoki ishlamasin o'chadi, o'chmaydi. Bo'ldi. Mana bu yoqda уже sizga Apexgacha borgan joyini ko'rsatadi. O'sha necha millimetrgacha borsin, qanchaga to'xtasin, hozir yana bir bor ko'rsataman. O'zlaringiz buni belgilashlaringiz mumkin. Masalan, 1 ga bo'lganda уже обратga bersin yoki o'sha 3 ga borganda Apex bersin. Искусственный intellekt qo'shilgan. Juda oson ishlatilishi. Xo'p, endi Apex locator bilan qanaqa qilib ishlatasiz? Birga. Mana bu yoqda уже ichida nasatkalari bor. Mana bu ikkita nasatkani agar ishlataman desangiz, birga bu ikkita nasatka sizga chista Apex locator uchun kerak bo'ladi. Endomotor va Apex locator ishlataman desangiz, endomotor bo'lishi uchun hech narsa qo'shish shart emas. Endomotor va Apex locator qilish uchun mana bu o'zini rezinkasini taqish shart. Labiga tekkanda Apex deb ko'rsatmasligi uchun. Xo'p, chista Apex locator qilib ishlatish uchun mana buni ikkitaligini tanlaysiz. Apex locator va endomotor uchun bittaligini olasiz. Mana bu yoqda o'zini labiga qo'yadigan bitta plyusni yoki minusni shundoq qo'yasizda, uchiga endomotorni o'zini taqadigan joyi bor. Mana qo'yiladi, rezinkasi taqiladi, ishlayveradi. Apexga borganda avtomatik o'zi orqaga aylanadi, rejimga qo'yishingizga bog'liq. Undan tashqari buni o'zini zaradniki ham ichida bor va Type-C zaradkada 5 voltlikda zaradka oladi. Hozir zaradka joyini ham ko'rsatishim mumkin. Mana oddiy USB to'g'ri keladigan любой bitta adapterga qo'yasizlar. Type-C ertaga buzilgan taqdirda ham bu narsani topish oson va zaradkaga qo'yilgandan keyin stolbiga bemalol постоянно zaradkadan bo'lishi mumkin. Bu qo'yilganda почти бесконтактный. Juda oson, zaradga qo'yishi ham nimadir kabellar qidirib yurmaysiz. Juda oson bo'ladi. Hammaga rahmat.